Bandaning ruhiy tarbiyasi, qalbi pokligi, axloqi sayqalining muhim vositalaridan yana biri o'limni eslashdir. Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'q. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar. Shuning uchun ham xalqimizda yomon, batarin odamlar har qanday gunohni tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarinlikni ep ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonning ko'z oldiga keltirilish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul innal mawtallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil g'aybi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aytgin o'sha o'limni tan olmaganlarga, aytgin o'sha o'limdan va'z nasihat olmaganlarga, aytgin: innal mawtallazi tafirruna minhu. O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayin deb qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikning chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Baribir duchor bo'lasiz. Qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybni yu shahodatni biluvchi zotning huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiy yu oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'lgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojinglar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, qulog'ingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tanma deydi, men bilan ushlagansan, u haromni deydi. Tanmagin, men bilan yurib borgansan, u haromga. Tanmagin, men bilan ko'rgansan, u haromni deydi. Ana o'limni haqiqati shu. Shuning uchun o'limni o'ylash, o'limni ko'z oldiga keltirish, o'limdan keyingi holatga tayyorlanish eng baxtli odamlarning nasibalaridan bo'ladi. Zotan aynan o'limni o'zi kishilarni orasida hukm chiqarishni
paydo qiluvchi omil hisoblanadi. O'lmasa hamma yuraveradi. O'lim ajratadi hamma narsani. Ana hozirgina xatmda domla o'qidilar. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Sizlardan qay biringizni amali yaxshiroq ekanligini sinash uchun. Mana shu yerda o'limni va hayotni yaratdi deyapti. O'zi aslida oldin hayot, keyin o'lim bo'ladi. Lekin oyatda o'lim oldin kelyapti. Nimaga desa, ulamolar aytadiki, shu o'limni odamlarga tezroq yetkazish uchun. O ko'zingni och, o'lim turibdi deyish uchun oldin o'limni aytib, keyin hayotni aytayapti. O'lim nima uchun ekan? O'lim mana shu dunyoda yashagan odamlarni amali qay biri yaxshi uchun sanashga, shunda o'lim demak hal qiluvchi nuqta hisoblanar ekan. O'lgan kunidan boshlab deydi, har bir kishining qiyomati qoyim bo'ladi. Hisobi bo'ladi, kitobi bo'ladi. Kimning amali qancha, qayerga yetdi, nima bo'ladi, hammasi ochiq oydin bo'ladi. O'lmaydigan hech kim yo'q. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jon borki, o'lim sharbatini tatiydi. Summa ilayna turja'un. Keyin bizga qaytasizlar deydi Alloh taolo. Hamma shu. Hammani bori shu. Bu dunyoda barhayot qiladigan inson zoti yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, boymi, kambag'almi, kuchlimi, kuchsizmi, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi, hammani o'lishi bor. O'lgandan keyin Allohning huzuriga qaytishi bor. U yerda hisob kitob bo'lishi bor. Ana shu haqiqatni demak unutmasligimiz kerak.